Sotasan, qimmat sotasan deganlarga mana hozir ikkita dastavka chiqib ketyapti. Undan tashqari O'zbekistonda hali birinchi bor chiqilayotgan elektron kamera. Gapiravering. Xo'p, yangilangan Pajistan joylar kamera skuterimizda 270 ta akkumulyator o'rtasiga joylashgan. Undan tashqari panellari oldida bo'ladi. 20 o'lchamdagi balon. Tablolari tezlik kilometrlarni ko'rsatadi. 3 ta skorosti mavjud. Rol egalari baland past bo'la oladi. Orqa charxida tepish uchun 8 ta charxa joylashgan. O'zlarining xohishlariga ko'ra og'ir yengil qolsalaring bo'ladi. Narxi? Narxi 270 dollar. Undan tashqari qarang, bu kichkina minisi bo'lsa, sal kattarog'i bor ekan. Hamma vashsiz go'zal. Black piano qilingan. Narxi ham juda chiroyli, 350 dollar aka. 350 dollar. 30 dan 40 kilometrgacha yuraveradi. Undan tashqari bu modelimizdan 350 dollar, old tortadigan bunaqangi modellarimizdan 350 dollar o'nqadi. Yo'q, qoyil akalar, videoga bittadan like bosinglar. Undan tashqari Harley Davidsonning hali kam ta'minlangan varianti 450 dollar aka. 450 dollar. Shu turishi. Orqasida 7 charxi bor, 20 ga 4 yumshoq balon, 48-12 akkumulyator, o'zlaridan 30-60 kilometrgacha yo'l yuradi. Narxi? Narxi 450. 450. Eng arzon skuteringiz necha puldan boshlanadi? 220 dollardan ketaveradi aka. 220 dollardan xolasiz yuk, xolasiz mana shunday elektron skuterlar optim sotiladigan skuter o'ziga kelganmiz, pastda nomerlar bor. Aloqaga chiqib buni aytib bering. 400 dollar. 400 dollar, bemalol aloqaga chiqib screenshot qilib jo'natadigan bo'lsangiz, O'zbekiston 12 viloyatiga dastavkalari bor.